Assalomu alaykum. Instagram, YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi kat yo'limiz bitib oldi mana. Xo'p, razmerlarimiz 48 ga 48, bo'yi 1 metr. 65 lik ventilyator qo'ydik. 150 lik azbiz tushadi. Zaklopkalar qo'yilgan. Oldiga, orqaga. Eshiklarimiz germetika, azbiz ip. 20 lik rossiyskiy turba, 26 ta rossiyskiy turba qo'yganmiz. Uni tepasida ikkita kitob. Xo'p, bu kat yo'limiz to'rli listda tayyor bo'ldi. Ichkarisi ham, tashqarisi ham hamma yo'g'i 300 kvadratga moslab yasaldi. Hozirgi kunga narxi 6,5 million so'm.